Diqqat, juda ko'p radarga tushadigan vatandoshlarimizga tezkor xabar. O'zbekistonda 12 ballik sistema ishga tushgan. Hurmatli kuzatuvchilar, videorolikni oxirigacha ko'ring, tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, tezlikni oshirgan haydovchilarga jarima ballari quyidagicha belgilanmoqda. Haydovchining belgilangan harakat tezligi 20 km/soatdan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborsa, yarim ball. Haydovchining belgilangan harakat tezligini 20 km/soatdan ko'p, 40 km/soatdan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborgani uchun 1 ball. Haydovchining belgilangan harakat tezligini 40 km/soatdan ko'p, 60 km/soatdan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborgani uchun 1,5 ball. Haydovchining belgilangan harakat tezligini 60 km/soatdan ko'p, 80 km/soatdan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborgani uchun 2 ball etib belgilandi. Azizlar, videorolik barchaga e'tiborishligi uchun like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.